Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'omon yuribsizlarmi? Xudo xohlasa, sizlar 4 kunda yangiliklar bilan yana chiqishda davom etamiz. Qadrli yurtdoshlar, bugun Jasur og'amizni qassobxonasida go'sht do'konida yetib kelamiz. Ertaga xalqimiz uchun 24-aprel sanasida juma aksiyasini xudo xohlasa yurtdoshlarimiz uchun qo'yib beramiz, to'g'rimi? Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Xudo xohlasa, shu molimiz ertaga juma aksiyasida so'yiladi, xalqimizga sifatli go'sht marhamat qilinadi yurtdoshlar. Ina. Avlikolni bolasi to'g'rimi? Yurtdoshlarimiz shu mol ina so'yiladi. Bu yilli narsa, sifatli narsa, xudo xohlasa, sifat bu ko'risizlar. 110 ming so'mdan shu buqani go'shtini sotamiz. 110 ming so'm. O'zi Go'rtda shaharda yurtdoshlar 120 ming so'mdan buqa go'sht sotilib turibdi. Xudo xohlasa, xayr ehson tariqasida juma aksiyasida 110 ming so'mdan buqa go'shtini qo'yib beramiz. Shu molni kallasini ishida qo'yasiz saga. Xudo xohlasa qo'yadi. Instagramlarimizda ham qo'yasiz, xudo xohlasa. Shu mol ertaga so'yiladi. Bizning manzil To'rtko'l shahrining o'zida, To'rtko'l shahrining Nukus ko'chasi yurtdoshlar. Bu yerdan kelish, O'ylabod tarafdan kelaverishda, chap qo'lingizda Sulton Market bilan Media Park qoladi, o'ng qo'lingizda yurtdoshlarni go'sht do'konimiz, Shelby Burgerning yonginasida do'stlar. Bu yerimiz Centralniy svetofor oilaviy poliklinika tarafdan kelaverishda yurtdoshlar, chap qo'lingizda bo'ladi bizning go'sht do'konimiz, xudo xolasa. Bemalol kelaverishda ozonda ertada 7 da do'konimiz ochiq bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bismillah. Ina Doldurib tashab so'g'a. Üstüne davorlarimiz. Ina. Bular 80 ming so'm, bular 80 ming so'm. Yep, yo'q lekin. Bular 40 ming so'mdan. Bular 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan bor. Ina. Keladi, olib ketaveradi. Sho'rvaliklar, xudo xolasa. Zo'r. Yana shu trendda itjonimiz yana. İccan şaşlıkni tayyormi? Tayyori. Gap yo'q. Duzi, priprava, namaki, burchi, piyozi hamma narsasi berilgan. Faqatgina siqab o'tirsalar bo'ldi, siqlab bilsalar bo'ldi. Bo'ldi, 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan ijjon shashlik chuqi o'tirib yesangiz bo'ldi do'stlar. Qaranglar. Kelaverasizlar. 80 ming so'm. Zo'r, ajoyib. Bu yerda yana qo'rg'a suynaklarimiz bor, to'sh, grudinga. Bu ina, grudinkalar. 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan beriladi, xudo xolasa. Yiliklar. Suynaklarimiz bor. 100 ming so'mdan. Bular ham 100 ming so'mdan. Zo'r, ajoyib. Yana beleti Brahmanli. 120 ming so'mdan. 120 ming so'mdan Brahman go'shtlar. Yağlarımız 50 ming so'm. 50 mingdan? Kuskoyimiz ertaga 130 ming so'm. Kuskoy shashlikni tayyormi, to'g'rimi? Marinovka bo'lgani. Marinovka bo'lgan, tayyor. Bahasi 130 ming so'm. 130 ming so'mdan. Ajoyib. Yana okata. Yana pilmen go'mma, barak monti so'msa ketaveradi. 100 ming so'mdan ertaga. 100 ming so'mdan olasizlar. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa. Tuxumlarimiz 1000,5 so'mga tushirib tashladik. Mesni. 1000,5 so'mdan. Ana buqankimiz 3000. 3000 so'm. 3000 Sutimiz 7000 so'm. Sut 7, qatiq 10 ming so'm. Ajoyib, xudo xolasa. Go'shtimiz bugun 120 ming so'm. Bugun haftani boshqa kunlari o'zi el qatori 120 ming so'm, el qatori bor. Bir gün fakat 110 ming so'mdan. Juma kuni yurtdoshlar. Juma kuni 110 ming so'm. Ertaga 23-aprel kuni yurtdoshlar xudo xohlasa 23-aprel, 24-aprel kuni kelasizlar yurtdoshlar juma aksiyasida 110 ming so'mdan sifatli buqa go'shtini olib ketasizlar, xudo xolasa. Jigarlarimiz 100 ming so'mdan. Jigarlar 100 ming so'mdan. Bog'ir bor. Yuraklar bor. Yuraklar bor. 50 ming so'm keladi. 50 ming so'mdan kilosi, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Xudo xolasa yana misorovkalar bor, ijjon chiqarib beriladi yurtdoshlar, xudo xolasa. Hamma xizmatimiz bor. Hamma xizmatlar bor. Shu hamma oxiri 3 kilo kamida ijjon olgana 1 ko'mir tekinga. Kuskoy olami, ijjon olami 1 ko'mir tekinga bo'ladi. Zo'r, ajoyib yurtdoshlar. Bir like'larni bosib, eng yaxshi yo'lgalarga, eng yaqinlaringizga tashlab qo'yasizlar bu videomizni. Xudo xolasa ertaga hamma yurtdoshlarimizni 24-aprel juma kuni ertalab do'konimiz 7 da ochiladi. Hammani kutib qolamiz, xudo xolasa. 110 ming so'mdan shu tashqarida yurib turgan buqani go'shtini olib ketasizlar, xudo xolasa. Sifatli go'sht olib ketasizlar uylaringizga. Gap yo'q. Xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin, Jasur. Yangilik bo'lsa yana kelaveramiz. Kuch-quvvat, charchaman, xalqimiz ham kommentariyada shunchalik qo'llab-quvvatlab turibdi, poddeshkab turganlar hammaga rahmat aytamiz. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.